Do'stlar, yaxshimisizlar? Mana shu uyga keldim men. Tashlab ketilgan uy. Xullas hech kimga kerak emas-da. Tabiat qo'yni, hamma atrofimiz o'rmon. Hech kim yashamaydi mana shu uyda. Eshiklari kraska qilingan, lekin to'g'ri ancha hech kim yashamaganligi uchun agoratlab polностью o't bosib ketgan. Hozir eshikni ochib kiramiz. Ichkaridan keyin lavha qilaman. Eshikni ham ochib oldim. İçeriye kiramiz. İçeri hech kim yo'q. Albatta ancha eskirgan uylar. Kitoblar yotibdi, qachonlardir o'qigan, qani ko'ramiz qaysi yillarda bu yerda odam yashagan. Bu gazeta nechinchi yil ishlab chiqarilgan, Novosibirsk. Tak, qaysi yili ishlab chiqarilganini yozgan bo'lish kerak shu yerga. Ko'ramiz hozir. Tak. Ajoyib. Yo'q, bu yerda yozilmagan-ku hali yillar. Tomoniga yozgan bo'lishi mumkin. Ko'ramiz qaysi yilga tashlagan odam. Yo'q, bu yerda ham topolmadim. Xullas ancha yillardan beri odam yashamagan. Sandiq eskilar ilingancha qolgan. Yo, egasi o'tib ketgan bu yerda. Endi ota-onasi o'lib ketgandan keyin eski kiyimlari ilinib qolib ketgan. Ota-onasi o'tib ketgandan keyin bular qaramaydi. Ota-onasining uyiga. Mana shu kiraverish, kuxna desa ham bo'ladi bemalol. Gaz duxovkalarni pilta duxovkasi non-pon yopsa bo'ladi ustida. Ovqat pishiradiganlari bilan. Kastrul sayizda orada qolgan kastrullar. İşte nimadir bor. Og'irgina ekan. Bir qancha makaron. Kirib ham qolib ketgan ekan. Toza suvlari bilan. Pitavoylarda. Pechkasi o'tirlari turibdi mana.